yoshligimizdan bizlar bilgan Big Ben'ni nomi Big Ben emas ekan. Buni asl nomi esa Elizabeth House. Big Ben uning ichidagi qo'ng'iroqchalarning nomi ekan. Big Ben. Большие колокола. Katta qo'ng'iroqlar. Ularni esa 13,5 ming tonnadan oshiqroq ekan. Вообще qiziq ma'lumot. 1941-yilda Ikkinchi jahon urushi paytida shu parlament binolari hammasi barpartimon bo'lgan paytda, lekin bu binoga shikast yetmagan va o'sha paytda ham bino vaqtni juda aniq ko'rsatgan ekan. Ikkinchi jahon urushi paytida ham. Va hozir ko'rishingiz ham mumkin, hozir ham aniq vaqtni ko'rsatadi. Yana bitta qiziq ma'lumot sizlar uchun. Ana shu soatlarning tagida katta qilib yozilgan ekanki, Elizaveta bir seni Allohning o'zi asrasin deb yozgan ekan lotin tilida. Hozir qorong'ida ko'rib bo'lmaydi, lekin men sizlarga uni yozuvini ko'rsataman. Uje chiqqan bo'lishi kerak, siz ham Londonni o'zingizni ko'zingiz bilan ko'rib, mana shu Big Ben binosini o'z ko'zingiz bilan ko'rmoqchimisiz? Kommentariyaga javobni yozing. Rahmat amaga.